ko'pchilik tarixni o'rganishni boshlasa, qadimgi dunyo tarixida duch keladiki, milodiy, miloddan avvalgi degan tushunchalar duch keladi. Xo'p, bu haqida sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Milodiy sana nima? Demak, inson paydo bo'lishini bir nuqta deb olsak, hozirgi kungacha, ya'ni hozir 2025-yil, 2025-yilgacha yashab kelmoqda. Demak, bu davr milodiy va miloddan avvalgi davrlarga bo'linadi. Milodiy so'zini ma'nosi nima? Umuman, o'zi lug'aviy ma'nosi, milodiy so'zining ma'nosi arabchada tug'ilish degan ma'noni anglatadi. Kimni tug'ilishi? Iso alayhissalomning tug'ilishi. Ya'ni olimlar, dunyo olimlari Iso alayhissalom tug'ilishini milodiy yilni boshlanishi deyiladi. Ya'ni Iso tug'ilgandan 1 yil o'tib milodiy 1-yil, 2 yil o'tib 2-yil va miloddan avvalgi esa aksincha, Iso tug'ilishidan 1 yil avval, 2 yil avval, ya'ni miloddan avvalgi, Iso tug'ilishidan avvalgi deb yuritiladi. Xo'p, bunday davrlashtirish nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Miloddan avvalgida e'tibor bersalaring, sonlar kamayib borish tartibida keladi. Ya'ni 4-yildan keyin 3-yil, 3-yildan keyin 2-yil, milodiy sanada esa hozirgi odatiy, ya'ni 1-yil, 1-yildan 2-yil keladi. Bunday davrlashtirish tarixni, ya'ni tarixni o'rganishda juda qulay hisoblanadi. Qanday qulayligi bor? Masalan, biz inson paydo bo'lishini taxminan 2 million yil deb bilamiz. 2 million yil oldin paydo bo'lgan deb bilamiz. Lekin hozirgi kunda yanada tadqiqotlar, ko'plab tadqiqotlar olib borilyapti va undan oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Undan oldin yoki hozir biz kitoblarimizga kiritilgan dastlabki sivilizatsiyalar, Misr sivilizatsiyasi yoki Mesopotamiya sivilizatsiyasidan oldin qanaqadir, ya'ni boshqa sivilizatsiyalar bo'lishi mumkin. Ya'ni agar bu keyinchalik tadqiqotlar rivojlanib topilsa, uni tarixga kirgizishimiz uchun qiynalib qolamiz va bu narsa to'siq bo'ladi. Bu narsani oldini olish uchun milodiy sana, miloddan avvalgi sana kiritilgan. Undan tashqari tarixni o'rganayotsangiz, siz yana boshqa tarixiy sanalarga ham duch kelasiz. Masalan, 19-asrning birinchi yarmi, ikkinchi yarmi, ikkinchi choragi, uchinchi choragi. Bu narsani ham tushuntirib o'taman. Ko'pchilikka ma'lum, ya'ni 100 yil bir asrni tashkil qiladi. 50 yil esa yarim asr. Biz 50 yil birinchi yarmi, ya'ni ikkinchi yarmi deyiladi. Masalan, 19-asrning birinchi yarmi deganda biz 1800 va 1850-yillar oralig'ini tushunamiz. Ikkinchi yarmi esa 1850 1900-yillar oraligi tushuniladi. Xo'p, bu narsa birinchi yarim, ikkinchi yarim deyiladi. Ya'ni 100 yilni demak 50 yili birinchi yarim, 50 yili ikkinchi yarim hisoblanadi. Undan tashqari yana biz tarixiy sinovlarga duch kelamiz. 19-asrning birinchi choragi yoki 20-asrning birinchi choragi. Xo'p, bir asrda, ya'ni 100 yilda 4 ta chorak bor. Ya'ni har bir chorak 25 yildan iborat. Ya'ni birinchi chorak 25 yil, ikkinchi chorak 25 yil, uchinchi chorak 25 yil va 4-chorak 25 yil. Bizda tarixiy sana keldi, misol uchun 17-asrning birinchi choragi, ya'ni yozaman bu yerga. 17-asrning demak birinchi choragi. 17-asrning birinchi choragi demak nechinchi yilga to'g'ri keladi? 17-asr birinchi choragi. 1600-yildan birinchi chorak. 1600-yildan 1625-yillar oralig'idagi davr tushuniladi. Ya'ni qaysidir voqeani sizga aytish mumkin. Ya'ni 16-asrning birinchi choragida sodir bo'ldi deganda siz tushunishingiz kerak, 1600-yildan 1625-yillar oralig'ida, ya'ni qaysidir yilda sodir bo'lgan voqea bo'ladi o'sha aytgan. Xo'p,